Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz davomida siz hujjatlar bilan ishlash ko'nikmangizni rivojlantirasiz. Darsni boshlashdan avval asosiy tushunchalar bilan tanishib oling. Keling, darsni boshlashdan avval ayrim kalit so'zlar bilan tanishib olamiz. Sahifa holati. Sahifaning gorizontal yoki vertikal holatdagi ko'rinishi. Gutter margin. Sahifa chetidan ajratilgan qo'shimcha bo'sh joy. Bu hujjat nashr qilinib muqovalanganda matnning ko'rinmay qolishini oldini oladi. Widow. Paragrafning sahifa boshiga o'tib qolgan oxirgi qatori. Orphan. Paragrafning sahifa oxirida qolib ketgan birinchi qatori. Sahifalash. Hujjat sahifalarini raqamlash. Tabulyatsiya. Matnning chap va o'ngdan qancha masofada joylashishini belgilab beradi. Standart xat boshi. Paragrafning birinchi satri sahifaning chap tarafidan ma'lum probeldan so'ng boshlanadi. Ikkilamchi abzas. Odatiy abzasning chetidan bir nechta probel masofada boshlanadigan chapdan yoki o'ngdan tekislanuvchi abzas. Office paketi dasturlari yordamida dars va uy vazifalarini bajarish, test yechish, poster yaratish, elektron xat yuborish kabi vazifalarni bajarasiz. E'tiborli jihati, ushbu amaliyotlarning barchasi muayyan hujjat yaratishni o'z ichiga oladi. Hujjatlarning ham o'z turi va stili mavjud bo'lib, ularni kompyuterda emas, qo'lda yaratish murakkablik tug'diradi. Chunki hujjat sahifasining o'lchami, chegarasi va hoshiyalarda alohida hamda to'g'ri hisoblash odamdan ko'p vaqt va mehnat talab qiladi. Ba'zi hujjatlarda tayyor maket bo'ladi. Misol tariqasida, mashq kitobingizdagi topshiriqlar maydoniga qarang. U yerdagi chiziqlar va chegaralar qayerga yozilishini belgilab beradi. Hisobvaraq fakturasi singari ixtisoslashgan hujjatlar shablon ko'rinishda chop etiladi. Kompyuterdan foydalanib hujjat yaratar ekansiz, avvalo sahifa uchun mos o'lcham va holatni tanlab oling. Sahifa o'lchami. Hujjatni nashr qilish uchun tayyorlasangiz, sahifa o'lchamini alohida inobatga oling, chunki dastur odatda o'lchamni avtomatik belgilaydi. Sahifa holati. Yangi hujjat ochilgach, sahifaning holatini, aniqrog'i kengligini tanlab oling. Sahifa ikki xil holatda bo'ladi: albom va kitob. Layout menyusiga o'tib, u yerdan Orientation Bureau tanlanadi va u yerda portret yoki landscape tanlovlarini tanlash mumkin. Ya'ni bu albom va kitob. Kitob holatda sahifaning bo'yi eniga nisbatan uzun, albom holatda aksincha sahifa eni bo'yiga nisbatan uzun bo'ladi. Sahifa holati matn va kontent elementlarining maketiga ta'sir ko'rsatadi. Kitob holati kompyuterda standart sifatida belgilanadi, lekin hujjat maqsadidan kelib chiqib, sahifa holatini o'zgartirish mumkin. Albom holatida, masalan, keng shaklga ega va yirik elementlar osonlik bilan joylashadi. Sahifa holatini o'zgartirish, sahifa yoki shrift o'lchamini o'zgartirgach, barcha ma'lumotlarni bir sahifada ko'rsatish uchun ham qo'l keladi. Sahifa va muqova maydonlari. Sahifa cheti atrofidagi bo'sh maydon hoshiya deb ataladi. Odatda hujjatning asosiy matni hoshiya ichiga yoziladi. Sahifa raqami, yuqori va quyi kalon titullar bundan mustasno. Gutter margin. Hujjatlarning chap tarafidagi kengroq maydon bo'lib, hujjat qattiq muqovaga tikilgandan keyin matnni qulay o'qishga yordam beradi. Matn ustunlari. Hujjat matnini ustun ko'rinishda ifodalashni istaysizmi? U holda matnning kerakli qismini belgilang va Page Layout menyusidan Columns sozlamasini tanlang. Deylik, siz matnni ikki ustunga joylashtirib, orasini chiziq bilan ajratmoqchisiz. Buning uchun Columns oynasidagi Number of columns maydoniga 2 raqamini kiriting. So'ng Line Between katagini belgilang. OK tugmasini bosing. Ustunlar qatori Number of columnsga kerakli raqamni kiritish yoki preset qatoridan mos maketni tanlash orqali belgilanadi. Ushbu oyna sozlamalari yordamida matni chap va o'ngdan tekislangan ustunlar yaratasiz. Har bir ustunning eni hamda oraliq intervalini sozlaysiz. Matn ustunlaridan axborot xati, gazeta va jurnallarda foydalaniladi. Darvoqe, sizning informatika va axborot texnologiyalari darslik kitobingiz matnlari ham ustunlarga joylashgan. Widow va Orphan qatorlari. Widow va Orphan qatorlari matnning asosiy qismidan ajralib, yakkalanib qolgan qatorlardir. Ular o'quvchi va auditoriyani chalg'itadi hamda hujjat ko'rinishini buzadi. Hujjat yaratishda sahifaning yuqori yoki pastki qismida yakka qatorlar ajrashib qolmasligiga ahamiyat bering. Buning uchun matnni sahifa o'lchamiga moslab, har bir paragraf alohida blok sifatida tahrirlanadi. Sahifa, bo'lim va ustun oralig'i. Sahifa oralig'i qayerda bir sahifa tugab,
keyingi sahifa boshlanishini ko'rsatadi. Uni hujjatning yangi paragraf yoki bo'lim boshlanishidan oldin sahifa yarmida tugallangan matn bilan qo'llash mumkin. Sahifa oralig'i yordamida o'quvchilar hujjatning bir qismi yakunlanganini tushunib oladi. Hujjatning yangi bo'limini birdan boshlash to'g'ri emas. Aksincha, sahifaning qolgan qismini bo'sh qoldirgan ma'qul. Sababi har bir paragraf yoki bo'lim odatda yangi holat yoki fikrni boshlab beradi. Bo'limning oxirida bo'sh joy qolishi esa bir holat yoki fikrning tugallanganini ifodalaydi. Hujjatning yangi bo'limidagi yangi sahifadan boshlash uchun page break buyrug'idan foydalaniladi. Ustun shaklida joylashgan matnga qo'shimcha ma'lumot kiritilsa, yozuvlar bir ustun tugagach keyingisiga avtomatik o'tib boradi. Matnni ustundagi ma'lum nuqtada to'xtatish uchun kerakli joyda column break buyrug'i faollashtiriladi. Shunda matnning qolgan qismi keyingi ustunning yuqorisidan boshlanib ketadi. Bu uskuna axborot xati, jurnallar yoki yangiliklarni yozishda qulaylik yaratadi. Qator intervalini belgilash. Qator intervali matnning har bir satr oralig'idagi maydon. Standart interval odatda 1 ga, ya'ni bitta satrga teng. Muqobil tarzda 1,5, 2 yoki undan ortiq intervallarni belgilash mumkin. Intervalni o'zgartirish uchun kerakli matnni belgilang. Keyin paragraf bo'limiga kirib, mos sozlamalarni tanlang. Aksariyat matn bilan ishlash dasturlarining standartiga ko'ra, odatda probelsiz paragrafning oralig'i uchun bitta satr ajratiladi. Biroq bu dasturlarning so'nggi talqinlarida paragraflar orasi 10 point bilan 1,5 interval standart sifatida o'rnatilgan. Intervalni o'zgartirishning birinchi usuli tayyor shablonlardan foydalanish. Ikkinchi usul Home menyusidagi paragraf bo'limida mavjud sozlamalarni o'zgartirish. Quick Style stili matnning intervalni to'liq o'zgartirishga yordam beradi. Intervalni matnning bir qismida qo'llash uchun avval shu kerakli qism belgilanadi. Keyin interval uchun o'zingiz istagan o'lchamni tanlaysiz. Interval sozlamalarida xat boshidan oldin yoki keyin joy qo'shish yoki o'chirib yuborish funksiyasi ham bor. At least sozlamasi qatordagi matn yoki tasvirga mos keladigan eng minimal intervalni belgilaydi. Bu sozlama sahifa elementlarini to'sib qolinishining oldini oladi. Exactly sozlamasi interval uchun aniq nuqtalar sonini belgilaydi. Masalan, 10, 12 va hokazo. Misol uchun, shritingiz 8 o'lchamida bo'lsa, sahifadagi barcha elementlar ko'rinishi qatorning yuqori va pastki qismi qimirlamasligi uchun exactly 10 sozlamasi kiritiladi. Tabulyatsiya sozlamasi. Tabulyatsiya xat boshini ifodalovchi bo'sh joy qoldirishga xizmat qiladi. Matn terish va mashinalarda xat boshidan oldin bir xil joy qoldirish uchun spacebar tugmasidan foydalanilgan. Zamonaviy dasturlarning ishlash yo'rig'i biroz boshqacha. Matnni hujjatga kirishdan avval tabulyatsiya chizig'i yordamida xat boshiga oid o'lchovlar sozlab olinadi. Tabulyatsiya chizig'iga ulanish uchun View menyusining ruler katagini belgilang. Yoki hujjatning yuqori o'ng tarafidagi View Ruler ikonkasini bosing. Chizg'ichning yuqori ko'rsatkichi xat boshi, ya'ni paragraf birinchi satrning boshlanish nuqtasini belgilasa, pastki ko'rsatkichi ikkinchi va quyi satrlarning boshlanish nuqtasini sozlab beradi. Chiziqning oxiridagi ko'rsatkich satrning tugash nuqtasini ifodalaydi. Boshqacha aytganda, matn shu ko'rsatkichga yetgach, avtomatik ravishda keyingi satrga o'tadi. Agar chizg'ich tepasi ko'rsatkichni siljitsangiz, matnning birinchi qatori ham u bilan birga siljiydi. Ikkilamchi abzas uchun paragrafning ikkinchi va quyi satrlaridan oldin birinchi satrga qaraganda ko'proq bo'sh joy tashlanadi. O'q belgilari va raqamlash. Oraliq xat boshidan ko'ra matnni o'q belgilari yoki raqamlangan ro'yxat ko'rinishida formatlash samarali ish beradi. Buning uchun kerakli matn belgilanadi. Keyin auditoriyaga mos o'q belgilar yoki raqamlash formati tanlanadi. O'q belgilari va raqamlar sifatli ro'yxat yaratish uchun xizmat qiladi. Umumiy ma'lumotlarga asoslangan ro'yxatlar uchun o'q belgilaridan foydalaniladi. Masalan, bozor uchun ro'yxat, sevimli mashg'ulotlar ro'yxati va hokazo. Raqamlangan ro'yxat ma'lum tartib yoki ketma-ketlikdagi ma'lumotlarni ifodalash uchun qulay. Paragraf bo'limidan siz mavjud o'q belgilarini ko'rishingiz mumkin va istalganidan foydalanishingiz mumkin.
Foydalanuvchi dasturdagi shakllar bilan cheklanib qolmay, o'q belgisi uchun yangi shaklni mustaqil yarata oladi. Raqamlangan ro'yxatlar uchun turli formatlar bor. Misol uchun, oddiy raqamlar, rim raqamlari, qavs yoki qavsiz raqamlar, alifbo harflari va hokazo. Aziz o'quvchilar, bugungi darsda o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. Keyingi darsimizda Word va Excel dasturlari uskunalar yordamida jadvallarni tahrirlashga oid ko'nikmalarni o'rganasiz. E'tiboringiz uchun